Hozirgi holatga bunday bo'lyapti aka. Dokumentida причина yo'q. Yuzing yoqmadi. Metroda ajdaniyani bo'limiga qo'yib qo'yibdi. O'zi dokumenti bor edi, hamma yo'g'i joyida. Perimetrga uchib kelgan edi. Kirgizmayapti. Ushalib qolsa shu через спецприем endilikda shu qamoq jazosi bilan. Ushbu videomizda aynan samolyotda Moskvaga kelib ketadigan yaqininglarga jo'natib qo'yinglar. Iltimos qilaman, o'tgan videomda Sheremetyevo aeroportga bilet olmanglar. Hozirgi paytda Sheremetyevoga uchib kelayotganlar 99-90% insonni ortga qaytarib yuboryapti. Даже dokumenti bo'lsa ham degan edim, juda ham ko'p odam ishonmabdi. Hozir sizlarga bir голосовойda qo'yib qo'yaman. Aynan bugungi 20-dekabr 2025-yilgi holat bo'yicha menga informatsiya kelib tushdi. Ya'ni aka, o'zi dokumenti bor edi, hamma yo'g'i joyida. Sheremetyevoga uchib kelgan edi. Kirgizmayapti, iloji bormi chiqarish deb murojaat bilan chiqdi. Akalar, menda unaqa sharoitim yo'q, to'g'risi, tanish bilishim yo'q. Agar ketishda bo'lsa, mayli, yordam beraman, qo'ldan kelgancha hujjatingizda, ya'ni qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, imkon qadar harakat qilaman. Lekin kelgandan keyin bunaqa imkoniyatimiz yo'q. To'g'ri tushuninglar. Biz ham sizlarga o'xshagan oddiy odam. Birinchi o'chirda agarda siz dokumentingiz hamma yo'g'ingiz joyida bo'lsa, misol tariqasida deport zabritingiz bo'lmasa bo'ldi. Zaltakorondan qarz olganmisiz, yo'q oldin hujjatsiz yurgansiz, farqi yo'q. Самое главное, birinchi o'chirda Vnukovo, ikkinchi o'chirda Domodedovo aeroportga uchishni tavsiya qilaman. Aytib o'tganimda hozir голосовойda qo'yib o'taman. Bir qator eshitasizlar. Assalomu alaykum, Hayotbek aka. Aka, yaxshimisiz? Sog'lig'i joyidami? Aka, mana YouTube kuzataman-da. Hozir bunday holat bo'lyapti. Hozir O'zbekistondan kelgan bitta oshnam bor edi. 1,5 yildan beri chiqmagan edi hali Rossiyaga. Dokumentlari bor edi, ketishdan oldin. Hamma yo'q joyida edi. Bugun Sheremetyevoga qo'ngan edi, kechqurunga. 10 kiradi vaqtda. Toshkent Sheremetyevodan uchgan edi. Hozirgi holatga bunday bo'lyapti aka. Dokumentida причина yo'q. Yuzing yoqmadi. Metroda ajdaniyani bo'limiga qo'yib qo'yibdi. O'shanga tanishlar bormi aka? Birovning anaqasini yo'lini qilsa bo'ladimi aka? Yaqinlarga jo'natib qo'yinglar, bilet olishdan oldin o'ylanib olinglar. Chunki hozirgi paytda biletlar juda arzon. 6000 rublga ham bor, 7000 rublga ham bor, eng qimmati 10000 rublgacha bo'lyapti. Damadada yo'qkunda Vnukovoga olish savet beraman, ko'proq akalar, iltimos qilaman. Ketishda juda ham ko'p inson so'rayapti. Hayotbek, biz hozirgi paytda hujjatimizda kamchiliklar bor, aeroportda muammo bo'lmaydimi deb. Akalar, sizlarda har bitta inson, ya'ni men bo'laman yoki boshqa inson bo'laman, bizni kuzatib qo'yish shart emas. Salomatligini chiroyli qilib turib ketsanglar bo'laveradi. Ko'ngilni to'q qilib, hujjat qilmagan bo'lsangiz, deport bo'laman ekan yoki zapretga tushib qolaman degan narsalarni chekkaga chiqarib qo'yinglar. 1 yil ichida 2 ta administrativ ishtirok olmagan bo'lsangiz bo'ldi. O'tgan videoda ham ma'lumot berganman. Baribir endi bizda har safar yangi obunachilar kuzatyapti. Shuning uchun iltimos qilaman, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Kunlik aeroportga oid bo'lgan ma'lumotlar va Moskvadagi realniy holatlarda sizlarga nima bo'layotganini ham aytib, ham gapirib, ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bugun 20-dekabr международный reyslar, ya'ni Sheremetyevo terminal C dan uchadi. Men sizlarga eng tinch kirish joyini ko'rsatib va bugungi registratsiya jarayonlarini ochiq-oydin ko'rsatib berishga harakat qilaman. Agar siz hozirgi paytda Moskvadasiz, shuncha paytdan beri dokument qilmadingiz yoki qarzdorligingiz bor, sudga oshmaganligini bilmoqchi bo'lsangiz, mana shu Telegram kanal bepul. Birovga 1 so'm pul berib tekshirtirish shart emas. O'zingiz shaxsan daniylaringizni kirgizib tekshirib olsangiz bo'laveradi. Ya'ni hozirgi paytda birovga daniyda, ya'ni pasportni ishonib topshiradigan zamon emas. To'g'risini aytaman. Chunki o'zim ham men bu narsani qoralayman. Ya'ni ishonmagan odamingizga, men ishongan bo'lsangiz ham bermang. Lutchi shunaqa oddiy narsalarni o'zingiz Telegram orqali kirib turib, o'zini ofitsialniy Rossiyani FSSP sayti orqali tekshirib olsanglar bo'laveradi. Hozirgi paytda O'zbekistondan kelish bilet narxlari 6000 rubldan 10000 rublgacha bo'lyapti va ketish bilet narxlari jinday qimmatlagan. Shu qimmatlagan sababli har xil mashinalarga aldanib qolmanglar. Aynan O'zbegim 24 deb ko'p insonni aldayotganlarga tushib qolmaslik uchun opsiya Telegram kanal va ekrandagi nomerlarga telefon qilib bemalol biletlarni olsanglar bo'laveradi. Aeroportga xizmat bo'lsa, mana men bilan aloqa uchun bemalol qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. O'tgan videoda mana shu sarlavha bilan video qo'ygan edim. Aynan hujjatda muammosi borlar uchun tegishli emasligini ham isbotlab gapirib berdim. Lekin afsuski, juda ham bir katta izvestniy kanal yana shu haqida gapirib, odamlarni jinday qo'rqityapti. Ko'ngil to'q qilaveringlar. Aynan bu 3 yillik qamoq jazosi tegishli emas. Bu oldin ham bor edi, bundan keyin ham bo'ladi. Endi hozir tizimda qattiq ushlamoqchi. 3 yillik qamoq emas, shu
spespriyon bor edi. Kimda aylanma yo'llar bilan kelgan bo'lsa, yoki chegarani buzib kelgan bo'lsa, ushalib qolsa, shu kerak spespriyon 2-3 oylab o'chirtini kutib keyin ketardi. Endilikda shu qamoq jazosi bilan hozir paytda qilmoqchi bo'lyapti. Bu hali aniq emas. 100% har bitta insonni endi to'xtatib qamayman degan narsa emas. O'zingizlar bilib turibsizlar, qamalishni birov xohlamaydi. Shuning uchun imkon qadar bunaqa yo'l bilan kelmanglar. Nima o'rniga men addushi savetim boshqa davlatga chiqib ishlab kelgan yaxshi deb o'ylayman. Qara unda bismillah deb videoni boshladik. Hozir telefonni aylantirib sizlarga ko'rsatib o'taman qaysi holatda kirish eng tinchligi. Perimetr terminalsi Международный restoran mana shu joyda bo'ladi. Kirishda ikkita yo'l bor. Xohlasanglar o'ng taraf glavniy bilan kirsa bo'ladi, xohlaganlar chap taraf mana shu taraf bilan kirsa bo'ladi. Men doim shu taraf bilan kiraman. 4-etajga chiqasizlar. Mana shu yo'l bilan to'g'ri registratsiya bo'layotgan joyga boramiz. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Bunday holatda chiqish kerakligini. Endilikda Rossiyadan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonga katta miqdordagi pul jo'natmalarini juda ham oson yo'l bilan o'tkazish imkoniyatiga egasiz. Qanday qilib deysizmi? Buning uchun Mir Preveligi ilovasi sizning xizmatingizda. Siz Rossiyadagi eng yuqori miqdordagi pul o'tkazmalarni faqatgina bizda Mir Preveligida topa olasiz. Aytgancha, pul jo'natmalarini amalga oshirish vaqtida 120 Hayotbek Ahmedov promokodidan foydalaning va eng yuqori kurslarga ega bo'lish bilan birgalikda 100 rubldan 1000 rublgacha tejab qoling. Mir Preveligi biz bilan hammasi oson. Videolarimizni montaj qilayotgan Timurga ukamga addushi rahmat. Shu videoda oxirigacha ko'rdim deb, nechinchi minutigacha ko'rgan bo'lsangiz yozib qo'yinglar. Yaqinda shu kommentariyalar orqali konkurs uyushtirmoqchiman. Kim oxirigacha ko'rgan bo'lsa, shu insonlarga podarka berish niyatidaman. Ko'rib turganlaringizda B ham, C ham bitta joyda, lekin bizga C kerak. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rib, ko'rdim deb, nechinchi minutigacha ko'rgan bo'lsangiz yozib qoldiring. Xudo xolasa tez kunda shu kommentariyalar orqali konkurslarni aniqlaymiz. Mana shu holatda chiqamiz. Ko'rib turganlaringizda to'g'riga qarab yuramiz. Aytib o'tganimdek, 4-etajda ham chiqish joyi bor, ya'ni registratsiya kirib ketoverish joyi. Mana shu holatda mashinada kelgan bo'lsangiz ham bemalol kirsanglar bo'laveradi. Olibda mashinalar, salomat. Biz shu yoqqa qarab kiramiz. Jigarlar mana shu holatda shunday chiqib, to'g'riga qarab yuramiz. Xudo xolasa ko'ngil to'q qilib, agar so'mkalar bo'lsa, teleshka solish tavsiya qilaman. Nima uchun aynan bu tarafdan sizlarga video qilaman doim? Eng tinch kirish joyi. Ko'p aka-ukalarimiz o'zini mashinasi taksida kelganda shu arzonroq parkovkaga yoki unda probkada qolmaslik uchun doim mana shu tarafda tavsiya qilaman. Ular shunday gaplar. Agarlar o'zi Sheremetyevodan, aynan O'zbekistondan kelishdi, doim aytib o'taman, tavsiya qilmayman. Lekin afsuski biz videolar juda ham ko'p insonga yetib bormaydi. Shuning uchun yetib borish uchun yaqinlarga jo'natib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. O'tgan videoda bitta akam 26 tamikin odamga jo'natdim deb yozib qoldiribdi. Alloh rozi bo'lsin. Bitta inson jo'natdi shunday. Shuning uchun videolarda jo'natib qo'ysanglar xursand bo'laman. Xo'p, registratsiya jarayonini hozir bir qator ko'rsatib beraman. Ko'rib turganlarda stoyka registratsiya deb qo'ygan. Mana shu glavniy tablo, ya'ni 2-etajda bo'ladi. Registratsiya pasport kontroli 2-etajda bo'ladi. Hozir tushunmasangiz informatsiya joyiga kelib so'rasanglar ham bo'laveradi. Yana ham shu so'ramaslik uchun videoda tushuntirib o'taman. Mana shu o'ng taraf 400-stoykadan boshlab 430-stoyka aynan O'zbekistonga ketish stoykasi bo'ladi. Pasport kontroli mana shu 124dan 146-stoyka. Lekin o'tib misol tariqasida hozir bitta adres ko'rsatib beraman. Omonga 5 akalar soat ekanmas. Eng qizig'i shunchadan beri kelib bilmadim. Soat ekan. Ko'rib turganlarda mana birinchisi Samarqand 406dan 430-si registratsiya deb qo'yibdi. Bishkek 406dan 430-chi bu ham mana Toshkent bor ekan. 413dan 430-stoyka registratsiya. Bu yerda ham Toshkent soat 1:50dagi. Aynan stoyka mana shu tarafda bo'ladi. Akalar, mana shu joydan boshlab oxirigacha ko'rsatib qo'ygan stoykamda registratsiya bo'ladi akalar. Xudo xolasa bemalol mashina o'tib, pasport kontrol bu tarafda ko'rib turganlarda, tog'larni ko'rib turibsizlar. Tekshiruv bo'lyapti, yo'q emas. Shuning uchun iltimos qilaman, ehtiyot bo'lib kiraverasizlar. Xullas, mana shu holatda bemalol kelaverasizlar. Pasport kontrolni aytib o'tdim, 124 dan 146 stoyka. Mana shu joydan registratsiya bo'lar ekan. Aka-ukalar, imkon qadar bor informatsiyalarni berib, ko'rsatib berishga harakat qildim. Tushunmagan joylar bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qo'yinglar. Har doimda manfaatli bo'lgan bo'lsa xursandman. Shu joyigacha ko'rgan insonlar nechinchi minutigacha ko'rdingiz? Ko'rdim deb yozib qo'ying. Tez kunda shu kommentariyalar orqali aytib o'tgandek
soqa berishni harakatda bo'laman. Ya'ni konkurs, motivatsiya. Sizlar menga motivatsiya bersanglar, men ham sizlarga motivatsiya beraman. Shuning uchun qatnashib qilayotganlardan Alloh rozi bo'lsin. Shu aytib o'tganimdek, O'zbekistondan kelmoqchi bo'lganlar Vnukovo, Domodedovoga uchib kelsin. Yaxshi variant. Agar depo zapretiniz, dvoringiz bo'lmasa, Sheremetyevo aeroportda hozirchalik sovet bermayman. Shunaqa gaplar ekan. Allohga omonatda keyingi aeroport Xudo xohlasa Yukovskidan bo'ladi. Nasib bo'lsa. Sog' bo'linglar.